Qizlar, man sizga ko'rsatgan tonalkalarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir bittalab byudjetni tonalka so'raganlar, estrada nimani tonalkalari. Tak, Catrice'lar ham byudjetni hisoblanadi. Yog'li yuzlar uchun. Mana men bu ham yog'li yuzlarga вообще zo'r turadi, ham juda ham plotniy qizlar. Ana yuzingizda defektingiz bo'lsa, qanaqadir yopish kerak bo'lgan variantga olsangiz bo'ladi. Shiglam tonalkasi ham xuddi shu. Bu ham yopadi, ham matoviy qizlar. Man eng yaxshi ko'radigan tonalkalarimdan bittasi bu Celaran tonalkasi. Конечно, men bu tonalkani прям вообще sevaman. Реально quruq yuzga, yog'li yuzga idealniy turib beradi qizlar. Yuzingizda shunaqa tabiiy turadi. Bu bilan bitta normalniy pudra и baza ishlatsanglar va shu idealniy turadi. Fiksator bilan ishlatsanglar kun davomida yaxshi turib beradi yuzingizda. Yig'ilib ham quritib yormaydi. Bir xil jinsanga tonalkalar bo'ladi-yu. Keyin qizlar bolli byudjetni xohlaganlar fancy ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham plotniy, ham